O'quvchilarga sifatli ta'lim berish jarayonida sinfxonalarning zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, ta'limga qaratilgan e'tibor bu eng avvalo kelajakka kiritilgan investitsiyadir. Shu maqsadda hududlarda yangi maktab binolarini barpo etish, mavjudlarni esa zamonaviy talablar asosida mukammal ta'mirdan chiqarish ishlari olib borilmoqda. Ayni jarayonlar Namangan viloyatining Chust tumanida ham qizg'in pallaga kirgan. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. 2025-yilning sentyabr oyida Chust tumanidagi 52-sonli umumta'lim maktabda o'rganishlar natijasida ta'lim muassasasining qo'shimcha o'quv binosiga ehtiyoji mavjudligi ma'lum bo'lgan. Sinf xonalarining yetishmasligi o'quv jarayoniga ta'sir ko'rsatayotgan. O'qituvchilar uchun esa alohida pedagoglar xonasi mavjud emas edi. Bugun esa vaziyat butunlay o'zgarmoqda. Yangi o'quv yili arafasida mazkur maktab hududida 180 o'rinli zamonaviy qo'shimcha o'quv binosi barpo etilmoqda. Barcha qulayliklarga ega sinf xonalari, zamonaviy infratuzilma va munosib mehnat sharoitlari yaratilyapti. Maktabimiz 2007-yilda kolxozni madaniyat saroyini kapital rekonstruksiya asosida tashkil etilgan bo'lib, moslashgan binoda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berib kelamiz. Ta'lim-tarbiya berish jarayonida maktabimiz 180 o'rinli bo'lganligi uchun 400 dan ortiq o'quvchilar tahsil oladi. Natijada 2 smenada ishlaymiz. Bir qancha murojaatlar qildik ko'p tashkilotlarga. Bularni ham e'tiborga olgan holda hozirgi kunda mana yangi bino qad ko'tardi. Mana qarshingizda turgan yangi binoyimiz. 270 o'rinli binoyimizga endi o'quvchilarimiz ikkita bino birgalikda o'tsak, bir smenada ta'lim beramiz. Natijada o'quvchilarimiz bilim sifati ko'tariladi. Chust tumani markazidan 12 kilometr uzoqlikda chegara hududida joylashgan Baymoq qishlog'idagi 14-sonli umumta'lim maktabi ham uzoq yillar davomida rekonstruksiyaga muhtoj edi. 420 o'ringa mo'ljallangan ushbu maktabda o'tgan o'quv yilida 560 nafar o'quvchi tahsil olgan. Sinf xonalarining yetishmasligi sababli darslar 2 navbatda 1.4 koeffitsient asosida tashkil etilgani esa o'quvchilar va pedagoglar uchun muayyan noqulayliklarni keltirib chiqarayotgan edi. Investitsiya dasturi doirasida bu yerda ham keng ko'lamli qurilish ishlari boshlandi. Maktab binosi rekonstruksiya qilinib, qo'shimcha 180 o'rinli yangi o'quv binosi qad rostlamoqda. Maktabimiz 1975-yilda qurilgan bo'lib, faqatgina 2006-yilda bir marotaba kapital remont bo'lgan. Lekin bizning maktabimiz to'liq rekonstruksiya, to'liq ta'mirtalabga ehtiyoji bor edi. Bundan tashqari, o'quvchi qamrovimiz ko'pligi uchun o'quvchilarimiz maktabda 2 navbat asosida o'qishardi. Maktabgacha maktab ta'lim bo'limlariga qo'shimcha bino qurish uchun takliflarimizni kiritganmiz. Investitsiya dasturi doirasida Barzik qishlog'idagi 60-sonli umumta'lim maktabda ham rekonstruksiya ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Bu yerda 210 o'ringa mo'ljallangan qo'shimcha o'quv binosi qurilmoqda. Zamonaviy talablarga javob beradigan ta'lim muhitini yaratish avvalo yoshlarning sifatli bilim olishiga xizmat qiladi. Bu esa mamlakat kelajagi bo'lgan barkamol, bilimli va raqobatbardosh avlodni voyaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kun Xulkar Ismoilova, Namangan.